Mana bulbulda ichida vakuum hosil qiladi, tortadi. Siyadi-ku. Tortadi, bu sal uzayadi-da. Ya'ni bulbulcha hozirgilarni ko'ryapmiz, juda kichkinalari-ku. Tepada yog' bosib ketgan kichkina-da. Oldingilarniki uzun-uzun, katta-katta bo'lib turibdi-da. Mana bu qanaqadir asos vazifasini ham bajaradi. Eshikni bola uchun 3 ta ijobiy ta'siri. Uchinchisini albatta eshiting. Birinchisi, bolani ko'ndalanga tebratish orqali uning asab tizimi yaxshi rivojlanadi, to'g'ri rivojlanadi va unga tinchlantiruvchi ta'sir qiladi. Ikkinchisi, suyak tizimi agar to'g'ri parvarish qilinsa, to'g'ri bog'lansa, qattiq bog'lanmasa, to'g'ri rivojlanadi va tekis bo'ladi. Boshini orqasi ham pachaq bo'lmaydi, ko'pchilik aytaydigandek. Agar unga to'g'ri mahsulotlar qo'yilsa. Uchinchi foydasi, hozirda ko'p uchraydigan dermatoz va SPC'ni oldini olgan bo'lardi. Beshikda parvarish qulay hisoblanadi, yallig'lanishlar kamroq bo'ladi, quruq saqlanadi va mana bu sumakni tortish hisobiga bulbulchaning o'sishi ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun biz beshikni va sumakni tavsiya qilamiz.